rubellarga ko'rsatmang. Siz to'lab kirdingiz, ular ham kirib ko'rib oladi-da keyin. O'zlaring ulab ko'ringlar, tushundingmi? Men o'zim ko'raman. Ko'rmasin, ayting. Qimmat emas, qancha? 3 oyligi? 3 oyligi so'mda 1000, oy. Edi so'mda 1700 rublda hisoblab tashyapman. $20. $20 ekan. Hech menga bitta shunaqa kanal ochib bering. Ochamizmi sizga ham? Ha? Men qizlarni kirgizaman yoqqa, pul to'lab qizlar meni ko'radi. Qizlar qiziq bo'lmaydi, siz qiziqsiz. Ya endi meni qizlar, sizga yigitlar sizda pul to'lab ko'ryapti-ku. Meni qizlar ko'radi pul to'lab. Necha razmeringiz? 40. Oyog'i emas. Yeb böyle koyuyor. Toç çıktı mı? Ye. Kellemden toç çıktı mı? Ye. 40. Razmeri 40. Saatini ko'rish uchun ochdim do'llar buni o'zi. Bu vaqtda efir ochmaydim. Shaqatini bir ko'raylik bosdi. Shu совместный film olamiz yaqinda. Sizda ham men qudratingizni bilaman. Sizga ham 40 dan 39 bo'lsa ham sizga to'g'ri kelmaydi. Sizda o'lchovingiz ham 40. Yo'q, unaqa ishlar bilan shug'ullanmayman, qiz bo'laman, jinnisi Sardor. Qizmisiz? Silka. Silkami? Bu boyagi osilib turgan narsa nima edi unda? Uni buda olib qog'ozga o'rab sunduqqa solib qo'yganman, shu siz uchun asrab. Kelganda Sardor shuni qo'yib ishlatamiz. Nimaga bo'lmasa? Anonda ko'rganman, nima edi? Videoda ko'rganman. Bunday uzun tepa kundugi tagigacha bunday chuquri bor. U nima edi u? Shunaqada u ichi teshilmaganda, u prosta chizig'i bor. Shunday cho'zimchoq bo'ladimi? Ha, birinchi marta ko'ryapsiz. Sizga u atrofingizdagilardan so'rang, shunaqa bo'ladi, ha, deyshadi. Rostdan boshqalarga shundaymi? Chiroylilarniki shunday, endi hammanikini bilmadim. Onasi nemsi Sirdaryoda uzun-ku. Sirdaryoda uzun-ku. Juda uzun-ku. Mashhurcha uzun-ku. Uzun-ku. Suti dishi bor-ku, suti dishi. Tekis bo'lsa yoqadimi, yo dingillab, tarvuzdek bo'lib tursa yoqadimi? Tarvuzdek bo'lib tursa. U ham shunaqa narsada. Nima qilasiz tep-tekisini? Ish qilib o'rmoningizda bu changalzor bo'lib ketmagan. Yo'q, o'rmon. Bitta tuk topsangiz shunda javobini berib yuborasiz. O'tlari urilgan, o'tov qilinganmi chikanka? Ha? Shunda qatingiz eng nozik teriz bor. Peshanangiz nozik teri-yu, mana shunaqa silasangiz silliqmi, xuddi shunaqa. Yo'q, u jumbozga Bizda o'rmonimizda o't o'qilayotganlar bor. O'rmonimizda o'tin yo'q, kesib taylangan hammasi. Realni kesib taylangan bular. Chikanka, o'tov, paxta, chopiq hammasi qilingan. Agar lekin qarang. Lazerga borasizmi? Lazerga borasizmi? Hamma joy. Hamma yog'ingiz shunday silliqmi? Beldan pastga hamma yog' silliqmi?
O'z tukingiz yo'q ekan sizni hayotda. Ko'rdingizmi? Silamang unaqa endi kech bo'lganda ko'zim. Romantikani qara. Hozir shu joyga bitta shunday stakan bilan kolamiz bor. Stakanimiz ham bor ekan. Shaham yetishmayapti o'rtada. Shunday yonib yeb turgan shaham yetishmayapti o'rtamizda. Agar bitta romantikaga bitta shaham bo'lsa edi. Lekin ko'p ichmaymiz. Yo'q, o'zi ichmayman. Hozir aytaman. Pivo ichib turaman, butilishni. Bir kunda bir stakan. Hozir qanaqa edi nomi? Pivomi nima mana u? Pivo bo'lsa kerak mana. Nima mana u? Nomi? Rahmat. Nom. Sprite. Ha, Energetik. energetik. Sprite. O'shanaqa ichaman. Bir stakan mana shunaqada. Qarang, men gaspaja bo'laman, siz rap bo'lasiz, nima deysiz? Gaspaja rap nima degani? Akalar perevod qilib yuboringlar. Ruschani знаю. Kuyni qilasiz. Qarang, men gaspaja bo'laman, siz rap bo'lasiz, nima deysiz? Gaspaja rap nima degani? Akalar perevod qilib yuboringlar. Ruschani знаю. Kuyni qilasiz. Kuni? Nima u kuni? Kuni. Zohid? Zohid yordam ber. Kuni nima kuni? Zohid? Hozir ruscha biladi, sorry. Zohid? Sorry. Kuni? Nega? Ilonmi? Ilon? Nima kuni? Masxarabozmi? Kuni qiladi. Kuni? Ko'taryapti. Nima degani? Yo'q, yomon akakka bu qiz. Yo'q, unday demang. To'g'ri, bu ham mana ruslarga o'xshaydi. Bitta rus ko'rsam, yalaysan deyadi qaramoqlar. Unday demangda. Shaqat. Yo'q, bizni zotimizda. Просто uchinchi yig'izib qo'yasiz. Просто uchinchi yig'izib bo'ldi, o'sha yetadi. Unga hojat yo'q. Mana bu ishlab turgan joyda unga nima kerak? Bu qachon ishdan chiqsa? Biz ayol zotini tushunmaysiz. Ayol zotini. Bizning ham orzu havaslarimiz bor. Maylimi? Qancha pulingiz bo'pti, narxingizni ayting. Siz qarang, men sizni orzungizni ushaltiraman. Siz meni orzumni qachon ushaltirasiz? Yo'q, bunday ish qilmaymiz. Qarang, gapimni eshiting. Agar bu aytgan darajada, to chiqdi. Aka rahmat. Bu agar ish bermay qolsa, ishini utalmay qolsa, unda bu zo'r ishlab turgan joyda unga ne hojat? Zo'r ishlaydi bu. Boshqada baribir tushunmaysiz-da, Sizda bonagi Turkmanistonni qop-qora zotdor oti bo'ladi, baytalmi nimadir bo'ladi, zotli bo'ladi. Otni ko'rsak shunaqa bir yaltirab, terilari shunaqa bir chiroyli bo'lib Turkmanistonda oti bo'ladi. Ana shu otga o'xshataman sizni. Shunday ot o'zi ham, ayg'ir otda, siz tushunyapsizmi? Ayg'ir. Turkman otisiz siz. O'shanga o'xshataman sizni. Lekin menda endi egarsiz minishgansizda, egar bilan minib ko'rish endi orzuyim o'zim sizni egarlab qamchini ham asl tumsoqni terisidan, tumsoqni kojasidan qilingan qamchidan qamchilayman sizni. O'zi ham bu uchida tumsoqni tili turadi.
aytdingizki til kerak dedingiz. Tumsoqni tilli qaychisi bo'ladi. Bunaqa qanot nima edi? Qamchi. Bu uchiga kelgan payti dumi bo'ladi. Chesta tumsoq terisidan qilingan qamchida qamchilik emas. Shunday paq, paq, paq. Faqat qamchilamangda, u ishni ham bajaringda. Bu qamchilash kelmaganmiz-ku, biz qo'yamasmiz-ku. Bizga mehr berish kerak. Aynan. Mehrda Zavdosh nima deysiz unga? nima? Zolotoy do'st. So'rovlar. Zohid. Zolotoy dosh nima degan? Ha? Zolotoy dosh. Zolotoy dosh. Nima? Zolotoy tilla. Zolotoy tilla. Dosh nima? Dosh nima? Bu skiyapsini sen. Yo'q. U nima degani? Nima? U nima degani? Zolotoy do'st degani tilla yomg'ir degani. U qanday bo'ladi u? Zo'r bo'ladi, illiqqina. Tilla yomg'iri nima bo'ladi aka? G'aniyat. Akajonim, assalomu alaykum. Tilla Oltin yomg'ir. yomg'ir. Yo'q. Unday bo'lmaydi. Unday qilmang. Boshqacha bo'ladi bizniki romantikamiz. Unalarni emas. Bu xonada olmaymiz. Bunday xonada olmaymiz. Biz villaga boramiz, dachaga boramiz, villaga. Qumli plyajlarda, qumlarga burkantirib, ustularingizdan Misr tuproqlaridan chachib, ustularingizga oz-ozdan bunday qilib. Endi voy, mana shu toj yoqib qoldi menga, yarashadi. Ramzxon aka, rahmat, tog'a. Shunday boshqachada. Nima deysiz? Mani bitta ham shartim bajarmayapsiz. Endi sizni shartlaringiz endi to'g'ri kelmayotgan shartlar bo'lyapti-da endi shahati. Bir bola ko'niysiz deysiz, bir qarasiz zalotoy bir bola nima? Bir zalotoy nima? U aytgan narsalaringiz endi bizga to'g'ri kelmayapti-da. Mayli, qarang. Hozir. Anolingus bo'pti. Analingus nima bo'ldi endi analingus? Analingus nima bo'ldi akalar? Analingus nima bo'ldi? Analingus nima? Zohid. Analingus nima? O'tirgaz. Ya, bunimi? Ya, bu qiz bola-ku. Ular qo'yni programma. Ya, onasi. Ya siz chatoq chiqdingiz-ku siz, siz voобще chatoq chiqdingiz-ku. U ham bo'lmaydimi? Yana lingus pingus demang, unaqa narsa demang, o'zbekchada tushuntiring. Menga boshqacha aytyapti-yu. Men tushunmayapman. Nima dedi u? Eshitmadim. U nima dedi? Yomon gap gapirdi bu. Qog'ozga o'rab tushuntiring. Bizga Boyna aytganingizda orqa tomonda aytyapti. Het geschenk voor de kleine momenten. Zeg het met Milka Pralines. Kunini orqa tarafini aytyaptimi? O'shani aytdi biza ham. Yo'q, bunday, deb u ham bo'lmaydi. Bizda buni o'zi hamma ishda bajaradi. Sizni men koinotga chiqaraman. Siz faqat klassika ekanda, u klassika zerikarli. Siz Marsga sayohat qilganmisiz? Marsga uchganmisiz? Yo'q. Men uchiraman. Sizni Marsga. Marslarga uchamiz. Marslar. Marsda hayot bor. Marsda hayot bor.
Ishoning, hozir mana bu yerda o'tirgan 8000 odam qotib qoldi. Shunaqa qotyapti. Bunaqa kulmagan bular, bu yaqin territoriya. Jigarlarim meni. Endi Shahati bilan biz bir oyda, 4 oyda bir gaplashamiz. Shahati ochgan payti mana bugun ko'rib qoldimda, vot shu qiz bilan gaplashish uchun efirga chiqdim. Vot Shahati bilan gaplashish uchun, shu qiz bilan bir efir qilish uchun chiqdim hozir o'g'lan efirga. O'zi soat 10 da chiqamiz o efirga. Bitta Shahati bilan gurung qilish uchun, 4 ta gurung qilish uchun chiqdim. Men maqtamayman birovni. Shu vaqtgacha mana shu hayotim mobaynida, endi hayotda ko'rmadim, internetda, telefonda ko'rgan qizlarimdan bir 10 tadan bitta chiroyli qiz mana shu qiz. O'zbekistonda ham shunday chiroyli qizlar borligidan men boshqacha bir taassurot qilaman. Juda chiroyli qiz. Mana Rahmat. bundan ham go'zal bo'ling. Bundan ham go'zal bo'ling. Siz qarimaysiz a? Yoshman-ku hali. Yoshingiz ham bordir, bir 90 nechidir. Endi 18 ga to'ldim. 18 ga Yana to'lgan. ish qilayotganimmi? Men umrim, hayotim mobaynida ko'zim bilan, mana shu ko'zlarim bilan yalang'och qizni ko'rmaganman. Men so'kinaman endi. Ko'rsaman. Bir endi Ko'rsaman. birinchi ko'rishimda ham sizni ko'rsam bir boshqacha bo'lsa kerak. Qolgan Bittada 5 tasini ko'rasiz, aynan. bitta o'zingizdan 5 ta ko'raman. Yo'q, 5 tasini chaqiramiz. Yo'q. Birga bir tashashamiz siz bilan. Birga bir tashashamiz. Birga bir tashashdan oldin endi tushuningda, meni opitim juda ham katta. Men bilan tashashish uchun siz хотя бы bir 15 tasini ko'rishingiz kerak-da. Yo'q. Birinchisi bo'ladi. Endi voy. Balkim misol internetlarda ham ko'rib yurgandirmiz. O'zimizga ishonarmiz. Tandirda kuchi bordir, yaxnani kuchi bordir. Yaxna tandir yeb katta bo'lgan bo'lamiz jaydari. Qishloqda bir qo'y mol boqsagan. Aql qiz, siz unaqa qushlarni ko'rib. Hayvon emasmiz-ku, qochiradigan vaqti kelganda. Faqatixon siz faqat burger, hot-dog, lavash yeb yurganlarni kuchini ko'rgansiz-da. Qashqadaryoni tandirini yeganda kuchini hali ko'rmagansiz. His qildiradi So'ramagan ekanman-da, u payt nima yeb keldingiz? Siz so'rab ko'ring, bir so'rab ko'ring. Ular tandir Bo'ldi, so'rayman. Nimalar yedingiz? Qashqadaryoni tandirni ustiga sepiladigan archasi 3000 metr balandlikdan tog'ni uchidan olib tushib, olib kelib sepiladigan narsa bo'ladi. Uni his qilgan odam biladi uni. Qashqadaryo, Surxondaryoni bolalari bormi? Qanisizlar meni bir jaydarlarim. Samarqandlik akalarimiz Perivaldan o'tib kelib kitobdan yeyishadi tandirni. Tandir shunaqa bir zo'r. Siz voy onasini endi uni tasavvurlab men sog'inib ketdim. Uni tasavvurlab berib bo'lmaydi. Siz hali uni kuchini sezmagansiz, Shahati. Uni kuchi o'zgacha. Uni kuchi o'ta o'zgacha. Ya, siz unaqa Ertaga bittasiga archa yedirtirib bir tiktirmasam bo'lmaydi shekilli. birinchi qarang. Gurung qilishimizdan oldin chiroqchiliklar bormi? Chiroqchidan yaxna zakaz qilaman. Yaxna. Oldimizga mana shunday stolni ustiga yaxna tandir turadi. Birinchi tanovul. Keyin kiramiz. Agar mana Laos kirgan xonamizdan yig'lattirib, baqirtirib, bu
bo'kirtirib, dod voy bo'ldi onasini emsin, bunaqasini tarixda ko'rmaganman deb chiqartirib yubormasam Qaniydi. yurgan ekan. Qaniydi. Mani orzuyim Sardor. Butun umr duo qilaman sizni. Siz aytadigan bo'ynagi kun bir balo zalotoy, unaqalar siz ham shunday oddiy uslubda, jaydaricha shunaqa bo'ladi. Kosmosga qarab ketasiz, kosmosga. Ishoning, raketasi Uchyapman, уже xayol qilib tashlayapman. Sizni kiyimsiz tasavvur qilaman уже. realni. Men aytayapman sizga, siz bu Qashqadaryo, Surxondaryoni bo'llari, Samarqand, Buxoroni bo'llari bilan bir diviziyani qilib ko'ring. Bu insonlarni bekordan bekorga Rossiyada o'rus qizlar hamma sevib qolmayotgan emas. Bular shunaqa kosmos, bularning qonidan tandir oqadi. Tomirlarining ichidan yaxna oqadi bu insonlar. Hammasi jaydari bular. Shunaqa jaydari bu insonlar. Shunday lubboyini bo'kirtirib yuboradi. Lubboyini. To'ymasini ham. Ishonavering. Bitta meni ham bo'kirtirishsin. Mana bo'kirtiramiz. Men sizni kutib o'lib ketaman-da. Fevral. Qarang, lekin endi bu gaplaringizdan keyin sabrim chidamay birovga berib qo'ysam xafa bo'lib yurmang borgunimcha. Men yigitligimni siz uchun asrab yuribman-ku. Aynan. Siz ham qizligingizni men uchun asrab bering. Bo'ldi, xo'p. 4 qadam qoladi yetishga senga, 4 qadam qoladi yetishga. Lekin chekinamiz nega orqaga? Qo'rqamizmi baxtli bo'lishga degan qo'shiqlar aytib yuraman, lekin bir-birimizga qarab. Ish qilib ertaga aytib aldab tashab ketmang-da. Bo'lay sizga mana shu 5 soat deb 5 minutga bormay chichib qo'ymang yana. 5 soat bo'lmasa Sardor otimni boshqa qo'yaman. Sardor ismimni shunday o'zgartiraman. Boshqa qo'yaman. Kod qo'yib olaman boshqa. Javob. Qanaqa isbotlaymiz 5 soat bo'lmagan? Xalq 5 soat video olib turib, sizni saytingizga joylaymiz. 5 Ko'rasiz. soatli videoni joylaymizmi? 5 soatli videoni joylaymiz. Bo'ldi. Joylaymiz. Isboti bilan bo'ladi. Hamma yoq isboti bilan bo'ladi. 5 soatli video joylaymiz. Bo'laverami? Aynan. Qanaqa tursi kiyasiz? Hozir tursigim yo'q. Yo'q, hozir emas. Zo'r. Haligisini yoqtiraman. Tuxumchalarni bekitib turadi, bundan orqasidan ingichka bundoq. Mana shunaqasi. Yo'q, unaqasida. Ana qo'toqchasini отдельно bunday chiqib turadigan tursicha chiqibdi biladi. Reklamada internetda ko'rdim. O'sha tursidan kiyib olaman. Shunday kiyib olaman. Bo'ldi, o'shanisi ham bo'laveradi, mayli. Bunday chiqib turadi. Orqasi ochiq bo'lsa bo'ldi. Orqasi ochiq bo'lsa. Orqasi qanday ochiq bo'ladi? Ochiq bor-ku orqasi. Ha, u qizlarga bo'ladi, asalim, men qiz emasman-ku. Erkaklarga ham Yo'q, u erkaklarga ham bor, xo'p deng. Men nechtasini ko'rdim-ku. Bormi? Shunaqa tursi bormi? Erkaklargami? Sizni videolaringizda ko'rganim bunday setkali emas-ku, o'rtasi qalin-ku. O'rtasi qalinlari ham bor, setkaliklari ham bor. Nimaga unaqadan siz kiymaysiz? Unda arig'iga bundoq kirib qolgan bor-ku shunaqa roliklarim. Videolarim siz tepagacha chiqarmagansiz, yaxshigina bittasida qanchaytib qo'ygansiz. Yo'q, bunday qancha tiqib qo'ymaganman hech. De nieuwe Oreo Original. Meer cacao, meer wauw. De lekkerste Oreo ooit. Volgens ons. Voy, bilyard. Addushi tog'alar, addushi, rahmat. Ko'ringiz bo'lyapti. Qizishib ketdim men ham.
Lekin uni buni qo'ying, uni buni qo'ying. Ko'kraklaringiz rosa havasim ketgan. Bor mehrni ko'kragingizga beraman. Mehrni o'sha yoqqa berish kerak. O'ta. Ular mehrga zor. Shpaga tusha olasizmi? Yo'q. Sizni Oxirigacha tusha olmayman. oxirigacha tushish shart emas. Yerga kelishiga 20 santimetr qolguncha tushsangiz bo'ladi. O'zi 40 bo'lsa 20sigacha tushsangiz bo'ladi. Bo'ldi. 20 santimetrgacha tusha olaman. Hisob. Mana shu bir qarsh yerdan bir qarshgacha tusha olsangiz bo'ldi. Chista tushish kerak-da, bunaqa Nima qilish yonboq. kerak? Ha? Nima qilish kerak? Shpakat. Tushish kerak. Qatga shpagat tushaman. Qatga. Yergami yo spalnidami? Ha? Yerda siz bo'lasiz. Boshga. Yerda. A? Yo'q. O'zim. Yerda o'zim tanam bir qarsh hisoblasak. Bir qarsh. Ko'zingizni yumib turing deb. O'tirasamchi. Yo'q, deb bo'lmaydi. Yo'q, o'tirib olish bo'lmaydi. O'tirib olish bo'lmaydi. Aqlim. Yomon chiqdi-ku, biladi. Yomon chiqdi-ku, tog'lar. Yomon chiqdi shahati qiz. Gul beringlar qani, bir gul beringlar qani bizga ham bittadan gul beringlar qani, bir gullarni hidiga bir burkanib ketaylik tog'lar. Gul beringlar qani bittadan. Uxlab qolyapmiz, hamma bittadan gul Jon beraylik. deysiz-ku, bunchaga Sardor. Hamma biladi, bar 5 soat snimat qilamiz, o'shanda ko'rib aytishadi. Sardor, gapingda turmabsan. Buni qilmayman deganding. Nimaga qilding? 3 marta deyshadi. Unaqa narsalar qilinmaydi. Yo'q. Bunaqa oldindan bunaqa baland gaplarni gapirmang-da. Nechtasi qilmayman deb mana ko'rpani tagida qilib yotishibdi. Uni ko'rpandagi ham qilsa bo'ladi. Ha, ko'rpani tagida qiladi, qatta qiladi boshqa. Ko'zi yumib Boyog'o, assalomu alaykum, boy tog'am. Akajonim, assalomu alaykum. Boylarda boy akam meni, zo'rmisiz? Shahati bilan anonga chiqdik-ku, safariga. O'sha joyda kino olishimiz kerak-da, bo'ldi. Qumni ustidami? Qumlarda, sahrolarda, tuyalar ustida. Tuyani ana o'rkachi ikkitaligidan olib